Hammaga assalomu alaykum. Bugungi 4-mavzumiz NBS va NBYni topish. NBS nima degani? Natural bo'luvchilar soni. NBY esa natural bo'luvchilar yig'indisi. Natural bo'luvchilar soni nima degani? Bizda misol uchun 6 degan sonni tanlab oldik. Ularni bo'luvchilarini yozib chiqamiz. 6 ning bo'luvchisi 1, 6 ni bo'la oladigan sonlar 2 bo'la oladi, 3 bo'la oladi va 6 ning o'zi bo'la oladi. Xo'sh, endi ularni natural bo'luvchilar soni nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Demak, buni natural bo'luvchilar soni 4 ta ekan deb qo'yamiz. Lekin bizga juda katta sonlar beriladigan bo'lsa, bu usulda hisoblashimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizga ideal formulasi bor, ya'ni birinchi o'rinda tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz, ya'ni tub sonlarga bo'lib chiqamiz. 2 ga bo'lsak 3, 3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Endi kanonik shaklda tasvirlab olamiz. 6 degani 2, 2 ning birinchisi ko'paygan 3 ning birinchisi degani. Natural bo'luvchilar sonini topishda darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirib qo'yamiz. Darajalarni o'zi bilan ishlaymiz. Ya'ni 2 ning darajasi 1 midi? 1 ga natural bo'luvchilar soni 6 niki teng bo'lib qoladi ekan. 1 plyusdan 1. 2 ning birinchisi edi, ko'paytirilgan 3 ning birinchisi faqat darajasiga 1 ni qo'shib qo'yamiz. 1 plyusdan 1 teng. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, ko'paytirilgan 1 ga 1 ni qo'shsak 2. Ko'paytirib 2 kere 2 4 degani. Demak, bu yerda ham 4, bu yerda ham 4 chiqyapti. Bizga natural bo'luvchilar soni hozir bu misolda juda qiyin bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin katta sonlarda mana bu amaliy yo'l bilan topish juda qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun natural bo'luvchilar sonini o'zini formulasida topish osonroq. Ya'ni 36 degan sonini berdi bizga. O'sha sonini topib ko'ramiz. Ko'paytuvchilarga ajratamiz. Birinchi o'rinda 2 ga bo'lamiz. 18 chiqadi. 18 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 9, 2 ga bo'lmaydi, endi 3 ga bo'lamiz. 9 ni 3 ga bo'lsak 3, 3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Endi kanonik shaklda tasvirlaymiz. 36 degani 2 dan 1, 2 ta. 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 3 dan 1 ta 2 ta. 3 ning ham ikkinchisi. Endi darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirib qo'yamiz. 2 plus 1 ko'paytirilgan, mana bu ham 2 bo'lgani uchun 2 plus 1 bo'lib qoldi. Ko'paytirib qo'yamisak 2 ga 1 ni qo'shsak 3, ko'paytirilgan 2 ga 1 ni qo'shsak 3. 3 kere 3 9 degani. Demak, 36 ning natural bo'luvchilar yig'indisi 9 ta ekan. Biz xuddi shunday usul bilan qolganlarini ham topsak bo'ladi. Endisi natural bo'luvchilar yig'indisi. Bizda bir narsa qolib ketibdi. Natural bo'luvchilar sonining natural bo'luvchilar sonini topganimizdan keyin ham butun bo'luvchilar sonini top degan savol kelib qolishi mumkin. Butun bo'luvchilar soni nima degani? Natural son va butun sonni birinchi o'rinda bilib olaylik. Natural son sanashda ishlatiladigan sonlar, butun sonlar esa o'shaning minus tarafi va 0 bilan birgalikda butun sonlar hisoblanadi. Xo'sh, natural bo'luvchilar soni va butun bo'luvchilar sonini topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, biz natural bo'luvchilar sonini topib qo'yamiz va o'shani 2 ga ko'paytirib qo'ysak, butun bo'luvchilar sonini topib qo'yganimizga teng bo'ladi. Shunchaki bu formula. Butun bo'luvchilar soni nima ekan deb qiynalib o'tirishimiz shart emas. Endi natural bo'luvchilar yig'indisini topishimiz kerak. Butun bo'luvchilar soni qanday kelib chiqdi? Biz o'sha 6 ni bo'lganimizda 1, 2, 3 va 6 ga bo'lgandan keyin buni minusliklari ham bu sonni bo'la oladi. Ya'ni minus 1, minus 2, minus 3 va minus 6 ham bo'la oladi. Bu yerda 4 ta edi, minus tarafda ham 4 ta son buni bo'la olyapti. Umumiy 8 ta bo'lib qolyapti shuning uchun. Endi natural bo'luvchilar yig'indisi. Natural bo'luvchilar yig'indisini topish uchun o'sha 6 sonini natural bo'luvchilari 1, 2, 3 va 6. Yig'indisi deyaptim, demak barcha bo'luvchilarni qo'shib chiqamiz. Qo'shadigan bo'lsak, har bitta bo'luvchilarni 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ga 3 ni qo'shsak 6, 6 ga 6 ni qo'shsak 12. Demak, buning natural bo'luvchilar soni 12 ga teng ekan. Endi bizga berilgan usul bilan ishlaydigan bo'lsak, buni ham tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 6 ni bo'lamiz tub sonlarga. 2 ga bo'ldik.
3 chiqdi. 3 ni 3 ga bo'ldik. 1 chiqdi. Endi kanonik shaklda tasvirlab qo'yamiz. 6 degani 2 ko'paytirilgan 3 degani. Birinchisi ikkalasi ham. Natural bo'luvchilar sonini topish sal murakkabroq, lekin bu ham nisbatan osonroq hisoblanadi. Natural bo'luvchilar yig'indisi 6 niki teng 2 ning darajasiga 1 ni qo'shamiz, sonning darajasiga. Asosidan 1 ni ayiramiz va asosidan 1 ni ayirgan sonimizni yozib qo'yamiz. Ko'paytirilgan ikkinchisi darajasiga 1 ni qo'shamiz. Birinchisiga qo'shdik 1 ni, ayiramiz 1 ni. Ya'ni asosidan 1 ni ayirdik va pastiga o'sha ayirgan sonimizni yozib qo'ydik. Teng 2 ning kvadrati. 2 ning kvadrati 4 ga teng. 4 minus 1 taqsim 2 dan 1 ni ayirsak 1. Ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. 3 ning kvadrati 9 ga teng. 9 minus 1 taqsim 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 2. Musodarashtiradigan bo'lsak 4 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 3. Bu 3 ko'paytirilgan 9 dan 1 ni ayirdik 8. 8 ni 2 ga bo'lsak 4. 3 kere 4 12. Ikkalasida ham bir xil son chiqdi. Demak, formulasi. Tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz ekan, kanonik shaklda tasvirlaymiz ekan va darajasiga sonning darajasiga 1 ni qo'shib, asosidan 1 ni ayirib, 1 ni ayirganimizda maxrajiga ham yozib, hammasini o'sha ko'rinishda yozib ketaveramiz ekan. Boya bizda butun bo'luvchilar soni bor edi, bunda ham butun bo'luvchilar yig'indisi bor. Ya'ni buni tushuntirib o'tirmay, eng oson usuli butun bo'luvchilar yig'indisi har doim 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda bu musbat tarafdagi sonlar edi, minus bir bo'luvchilar, ya'ni manfiy tarafda ham bo'luvchilari bo'lgani uchun bu yerda minus 3 bor va minus 6 bor. Buni qo'shadigan bo'lsak, minus 12 ga teng bo'lib qoladi. Bu ikkalasini qo'shsak 0 bo'lib qoladi. Ya'ni musbat tarafda nechta bo'luvchilar bo'lsa, manfiy tarafda ham shuncha bo'luvchilar bor. Ikkalasining yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 0 chiqib qoladi. Shuning uchun butun bo'luvchilar yig'indisi har doim 0 ga teng bo'ladi degan qoidamiz ham bor. Shuning bilan bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi.